Birodarlar, qiyomat bo'lganda inson ikkita odamning ustida rahbar bo'lganiga pushaymon yeydi. Ikkita odamning ustida hakamlik, qozilik qilganiga pushaymon yeydi, agar adolat qilmagan bo'lsa. Endi ne zamonlarda yashayapmizki, ana shu qiyomatdagi mas'uliyati katta bo'lgan mansabga kurashib, urushib, buloqda tagiga suv qo'yib, tuhmat qilib, ustidan yozib, o'sha kursini mansabga egallashga harakat qiladi. Xudbinlik, egoizm. Inson mana shu isor va xudbinlik orasida bo'ladi. Mo'min banda doimiy suratda Allohning roziligini umid qiladi. Uni roziligini birinchi o'ringa qo'yadi. Boshqalarni o'ylab, boshqalarni isor qilar ekan, shu bilan Allohning rizosiga yetmoqchi bo'ladi. Bu uni yo'li. Isor Allohga olib boradigan eng ishonchli yo'l. Xudbinlik Allohdan uzoq qiladi.